Assalamu alaikum ikrarlı izkurmenler keşkınlar xeyli olsun. Ben Adil Erzgur, Uyghur Tadqiqat İnstitut'namdan. Hemonlarga samimi salam veriyorum. Her hafta institutumuzun müdiri şundakla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Okutuvchisi Doçent Doktor Erkin Ekrem muallim bilan o'tkazib kelayotgan xalqaro vaziyatlar kun tartib nomli programmamizning yangi bölümü uzunladi bo'ldi. Erkin muallim salomat va xush kelibsiz. Hoş bulduk, rahmet. Xitoy navbatda ichki va tashqi jihatdan zo'r qiyinchiliklarga duch keldi desak bo'ladi. Masalan, ichki jihatdan Xitoyning eng chong shahridan biri bo'lgan Shanxayda Xitoy virusi qaytadan avjiga chiqdi. Bu ahvol qarta Xitoy markaziy hukumat Shanxay shahrininki CIA boshqurishni o'zi bevosita qo'lga olib, Shanxay shahrida bir karantina siyosiy yo'l qo'ydi. Bunun qarta Shanxay xalqimi ko'chaga chiqishi cheklangan bo'ldi. Ba'zi doktorxonalarda, hatto ko'p qism doktorxonalarda bu Xitoy virusiga yuqumlanganlar balnislar ilinib, boshqa kasallarga yotoq bilan qarab tegmaydigan ahvollar yuz berganligi haqida xabarlar kelyapti. Bundan boshqa yana ba'zi xabarlarda xalqninki ba'zi marketlarni bulan falan qo'yganlar haqida xabarlar kelyapti. Bulupmu bu yaşangan yoki kasallanishlarninki to'rdan narsa kerak ketilishi ehtimoli intayin tuvan yoki bo'lmag'achqa ularniki qiyin ahvolga tushib qolayotganligi bildirilmoqda. Mol bahosiniki qattiq yuqori o'rlab ketganligi haqida xabarlar kelmoqda. Qisqasi Xitoyning ahvoli intayin qiyin ekanligi haqida xalqaro medialarda xabarlar tarqalmoqda. Bunun qarta Xitoy davomli nol voqea siyosiy yo'l qo'yilgan bo'lsa, lekin bu qatim Shanxayda avjiga chiqqan Xitoy virusi sababidan qiyin ahvolga tushib qolganligini bilib turibmiz. Bundan boshqa tashqi jihatimi bu Amerika, Yevropaninki, Xitoyninki Rossiya va Ukraina urushi chiqqan pozitsiyasi sababidan besim qilishi va bunun shunaqla shu sababdan Rossiya qartilgan embargo sababidan Xitoyninki ba'zi iqtisodiy manfaatiga ziyon kelayotganligi. Bunun qarta Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yininki Hindistonni ziyorat qilishi va Afg'onistonga berib, u yerda Taliban hukumatidan Pokiston va O'rta Osiyoda Xitoyning manfaatiga ziyon solgan urushlarga to'solg'i bo'lish to'g'risida va'dalar haqida xabarlar kelmoqda. Bütün bu ichki va tashqi masalalar albatta Xitoyni qiyin ahvolga tushib qolganligi aniq. Biz bugungi programmamizda shu bo'libmi Shanxay virusi yoki Shanxayda chiqqan bu virusninki Xitoy markaziy hukumatga qanday ta'sirlarni ko'rganligini, bo'libmi yiqilishyotgan bu davlat boshqa bekitish saylimida yoki qurultoy qanday ta'sirlarni ilib ko'rganligini, buningki tashqi siyosatga qanday aks ta'sirlarni ilib ko'rganligini mulohaza qilishimiz. Ma'lum oldi bilan hozir men degandek mushu masala Xitoyni qiyin ahvolga tushirganda qo'ymadi. Bu merkez hükümetine. Eğer de yalnızla şu Şanghay'daki bu virüs meselesi olsa, vaktince Xitay hakimiyetini biraz qiyin ahvolga tashlab qo'ydi deb o'ylayman. Bo'lib Xi Jinping uchun bir yaxshi bir ish emas endi. Çünkü bu Xitay burundan tortib shu keyingi 2 yildan beri bu virüske karşı biz nihayet neticelik ahırlaştık. Kara dünyada hem yerde adam ölüyordu. Yani Amerika'da mı 1 milyondek adam öldü. Bizde aram 4 milyon adam öldü diyendek. Aslında bir gaplarını cıhtap geldi emdi. Sonra bu gibiye karşı Şanghay'da ve Şanghay'dan bununki garip taraftaki Suzhou'ya olan o rayonlar da bu kasallar paydo bo'ldi ve bunu kontrol qilolmayapti hozir vaqtincha değil. Bu ahvol hem bu Xitoyninki abaqi yo'g'on gap qilib undan keyin inovatining to'kilishiga ve bu xil hozir sizda o'tgan nol vaqa siyosati natija olamaganligini ko'rsatdi bu yerda. Bu bo'lsa markaziyatchi yoki despot hokimiyatiningki hamma ishni qila olasimi şu virüsün yayılışıga karşı bir nima qilolmaydiganligini ko'rsatdi. Onundan başka Şanxaydaki bu vakalar
Xitayning sosyal medyada farklı tushuntiryapti. Ama Xitayninki resmi gazetlarda, medialarda başqacha tushuntiryapti. Bu ikki xillik tushuntirishi bu Xitoy xalqininki beshinimi qaymoqtiryapti. Bu bo'lsa, shu markaziy hokimiyatga bo'lgan ishonchlikni azaltadi. Shuningga bu Xitoy hokimiyatiga ziyon bermamdu deganda men vaqtincha berdi dedim, chunki viruslar qanday bo'lmasa o'ltirganni o'ltirib, saqlaganlar saqlib, doğru gap ukul selib saqayganlar saqayib qoladi, yani bu o'tkinchi bir vaqt bir mesele bo'lmoqda. Ama bence Xitoyga berilgan yana bir cho'ng ziyon bo'lsa, bu iqtisodiy va finans meselesi. Çünkü Şanghay Xitoyninki eng cho'ng pul muomalasi markazi. Yani Hong Kongdan qarşıla Şanghay'da. Onundan başka Şanghay şu yuqori texnologiya bulupma elektronik işlep çıkardıgan merkezinin biri. Yani Şanghay'dan Suzhou'gacha bo'lgan yerdeki şu hazırki teknologiyaga tayinib turib, nurg'un aksesuar deymizmi? Şu teknologiyaga tayinib turib ishlab chiqargan nurg'un mahsulotlar var. Bular hammasi hozirgi men degan rayonda bo'ladi. Bu rayon dunyoning eng cho'ng şu elektronik ishlab chiqarish zavodlari eng cho'nglari mishada. Dünya chetdan degan cho'ng. Hozir bu yerda karantinaga olgandan keyin bu ishlab chiqarishma ostilashyapti, ba'zi yerda to'xtab qoldi. To'xtab qolgandan keyin hamda xalqaroga yetishtirdigan şu texnologiya, şu muskullar, parçalar deganlardek bu kam bo'lyapti. Yani tedarik zinciri de bir çatak çıktı degan. Bu bo'lsa hamda boshqa chet eldagi shirkatlarninki ishlab chiqarishiga ham daxil bo'ladi. O'zlariga ham daxil bo'ladi. Bu ish qilmagandan keyin buningga maosh bermaymiz deydi ishchilar. Shuning bilan bu karantina ostida nurg'un pul bağlar, belki biraz onu qilib, bunu qilib, onu tekib, bunu tekib qilar. Ama pulu yok veya ki qaza şekilde yaşayotgan adamlar hamda bu karantinada pek qiynaldi. Shuningga bu finans chetdan, tijoriy chetdan Xitoyga bir ziyonli keldi. Shanghaydagi bu voqea uzg'an siri hozirgi men degan ziyonlarma texmi ko'payib, cho'ngayib mangdu deb o'ylayman. Ya'ni Xitoyninki siyosiyonlar chetdan deydigan bo'lsa, bular bu yuzni bek ahamiyat berdi, o miyanzi deydigan narsa. Hamda miyanzini qo'g'dab qilish bo'lsa, Shanghaydagi masalani jimiqtiringlar, nol qilib o'tinglar deb tirishidi deb o'ylayman. Ama hozir ahvolga qolgan chog'da, ya'ni 3-oy bo'yincha taraqqiyotga qaraydigan bo'lsa, ya'ni bir buyruq bilan, bir bisim bilan bir kasalni, yuqumli bir kasalni yo'qlamaydiganligini ko'rsatdi va miyanzisimi biroz zedilandi. Ma'lum bu Xitoy urushi eng boshlangan vaqtida Xitoy qisqa vaqt ichida o'zining Xitoydagi bu virusni kontrol qilganligini dedi. Nurg'un davlatlar yomg'irgandan keyin ba'zi davlatlar, masalan, Yevropadagi jiq davlatlar, Turkiya olmasini kontrol qilishda intayin qiynaldi. Va shu vaqtda virus chiqqan mezgilda hokimiyatlik bir siyosiy tuzumniki yoki siyosiy hokimiyatniki shunday bir jiddiy masala paydo bo'lgan vaqtida intayin cho'ng rol o'ynaydiganligini. Shunga ba'zi vaqtlarda ba'zi masalalar qarata hokimiyatlik va zo'ravonlik yoki qattiq qo'lliq siyosatniki ishga yaraydiganligini ko'p talash tortishlar bo'ldi. Ama bu qatim siz degandek Shanghayda bu ma'lum jihatdan balki ishga yaramaydigan demamiz, ama pek ishga yaragandek emas. Yani şu Xitoyninki bu zo'ravonlik siyosati deydi. Ma'lum bir jiddiy masala yuz bergan vaqtida qo'llanilgan zo'ravonlik siyosati balkim shu nuqtaga bekqa vaqtida boshqa davlatlarga qabul qilish e'tibori bormi yo'qmi sizcha? O Xitoyninki despot, yani bu merkeziyetçi hakimiyet düşüncesi tarihten beri kelgan. Bu chetdan-chet deyishdi. Shuningga bu misalga 2. Dünya urushi vaqtida Shanshinninki
militarist başlığı değil, Yan Shishan. O ma Shanxi'de şu nima yuqumli kasal paydo bo'lgan chog'da butun Shanxi'ni aşı karantinaga olgan ketdi. Hammani to'sab, hamma odamni uyga silib, talaga kim chiqsa ashuni hatto shu o'ldirib qilgan. Bunun talaga hech kim chiqmay uyining ichida mülkü başına bir ay 40 günden keyin bundan keyin o kasal asta tüngen. Şuningda bu tarixda Xitoyninki mushundak tushunchasi bilan kasallikka qarshi chiqyapti. Hamda kasalni yo'qitimiz deydi. Yan Shishan onu qutqazdi, to'g'ri. Ama tarixda mayli Tang sulalasi vaqti bo'lsin, Ming sulalasi bo'lsin, bu devletlarninki, bu sülaleninki vaqtlarda devletning aciz tushib qolgan vaqtida diqqat qilsanglar, hammasi shunday yuqum kasalliklar bor. Ba'zi janglarmi shunday. Misolga, shu Manchur imperiyasi qalmoqlarga hujum qilgan chog'da su chechak degan o kasallikning paydo bo'lishi bilan jangda o'ldi 3/1, kasalda o'ldi 3/1. Shuning bilan qalmoqning 3/2si shu jangda ve jang bilan birlikda kelgan kasallik bilan o'ldi. 3/1'ini ondan keyin Manchurlar paramparcha qilib o'tdi, qichib ketganlar qochdi. Ya'ni qalmoq qolmadi. Yani bu O'rta Osiyodagi yomon cho'ng bir davlat o'z vaqtida. Yani Manchur bir devlet bo'lsa, ashinchilik kuchda bo'lgan qalmoqlar. Ashinchilik kuchlikda Rossiya var dedi. Aşında bir kuchli bir devlet, aşında bir köp sandaki millet, aş kasalliklar öldü. Bunda ahvollar. Bu g'arbliklarninki tushunchasi, ya'ni kasallikka qarshi tushunchasi bir chetdan shu karantinaga ilish, tadbir ilish, undan keyin bu vaksinni chaqaroq ishlab chiqarish va doğrusini chaqaroq ishlab chiqarish degandek tushunchalar qildi. Xitoydek qilmadi buni. Ya'ni ko'rgan yerda buni karantinaga olib turib, undan keyin yemsa, ichemsa chattig'ida yo'q, uylarni mixlab, undan keyin binoni oldiga rishatkalarni tizib, uni chiqarmay, ya'ni bir katekka insonni solab, o'lsang ashada o'l, tirilsang ashada tiril degandek bir siyosat endi. G'arbliklar buni qilmaydi. Bunda qildigan bo'lsa, jamiyat qo'zg'alib ketadi. Nimada qilyapsa deb. Hozir hamda g'arbga qaraydigan bo'lsak, Yevropada, Amerikada qaraydigan bo'lsak, bu yuqilgan kasallar, vaqalar azyapti. Va dorilarni chiqishning oldida vaksinlarni necha qitim urildi. Ya'ni bunda deganda o'lganlar o'lib bo'ldi. Endi tirilganlar endi yashaydi. Ama Xitoyda bunda bir ahvol bo'lmag'achqa, Xitoyda u yerda bu yerda yana bu shu yuqumli kasallar paydo bo'lishi mumkin. Misol Sharq Turkistonda bir 3-4-5 kishi bo'ldi 3-ay bo'yicha. Uni sirtdan kelgan odamlar yuqtirdi deydi. Shu Xitoyda bo'lgan voqealarning hammasini sirtdan kelgan va shu akeldi deydi. Sirtdan kelgan bo'lsa, nimishga bunday yeyilib ketdi endi. Shu kelgan vaqtida tekshiraysan, bu aeroplan chiqishni oldida tekshiraydi, tushishda tekshiraydi. Xitoy hatto shu otelga solab turibmi tekshiraydi. Bu tekshirishda chiqmadimi u? Ya'ni nurg'un gumonli narsalar bor bu yerda. Shuningga bu g'arblar sharqning, ya'ni Xitoyninki yuqumli kasallikka qarshi tutgan pozitsiyasi va ilib borgan tadbir choralari farqli bo'lg'achqa, farqli natija chiqyapti. Hozircha shu COVID-19 Wuhan virusi bor. Kelgusida belki Shanxi virusi, Hankou virusini chiqishi mumkin yani. U vaqtida Xitoy yana shunday qildigan bo'lsa, belki iqtisod taraqqiyotiga va shundaqlar shu ticari munosabatlarga daxil bo'ladi. Siz degan Xitoyning atrofida bo'layotgan vaziyatlar, tamponsizliklar, bundan keyin xalqaro bo'layotgan ahvollar bütün shu mol bahosini o'stirib, inflyatsiyani yuksaltib, xalqninki turmush saviyasiniki tushib ketishi bilan Xitoy malını setib aldigan odamlar azaydi. Ya'ni xalqaro bozor burunqidek keng bo'lamaydi, tor bo'ladi.
Xitoy hamda chet elga mal setib pul tepatgan bir devlet bo'lgan ekan, chet eldagi bozorlar tarilib ketsa, abaqi siyosiy, jeopolitik tamponsizliklar, jidallar, urushlardan tüpeyli bu bozorni tarildi. Shuningla Xitoyninki tabovatimi azaldi. Ama Xitoy mayli xalqaro meseleler bo'lsa, mesela Ukrayna meselesiga pozitsiyasini bütün dünya qilmadi, yani qabul qilmadi. Yani Rusya qabul qildi, o başka bir mesele ki Rusya pek yaxshi qildi, Xitoy degan gapni mi turmadi. Yani Xitoy to'g'risini bilib qilyotdi deb qo'yadi. Shuningga bu kisel bilan xalqarodagi bu siyosiy tamponsizliklar, finans jihatda, tijoriy jihatdan, iqtisod jihatdagi asta düşüşü bilan Xitoyninki bu 10. aydagi saylam için Xi Jinping için yaxshi bir xabar emas. Ama Xi Jinping onu başka bir jihatdan hal qiladi deb o'ylayman. Çünkü Xi Jinping hazırdan başlapla bütün şu ülkelerini ziyaret qilishga başladı. Bağan yerde nurgun gaplarni qilib, partiya meselesi, boshqarish meselesi, xalqninki turmushining yaxshi bo'lishi, partiya bo'lsa, shu maxsus xalqninki turmushiga ko'ngil bo'lganligi degandek ashuna gaplarni deb kelyapti endi. Shuningga bu tövanga tushib turib, tövandanmi ovoz ilish va markazdanmi partiyaning ichidami belki o'zininki tarafdorlarini tepib turib, belki shu 20. partiya saylamda yani tutib chiqishining ehtimoli bor. Komünist partiyaning ichida qanday qaror berdi onu bilmaymiz, ama şu Şanghay'da bo'lsin, Suzhouda bo'lsin, başka Beijing'de bo'lsin. Yani Beijing'de mi ancha-muncha ko'ringandan keyin nurg'un odamlar uyga shu burni qog'ozdan yeydigan, ichadigan hammasini uyga yig'ishga boshlabdi misolda. Shunda bo'lsa ham shu o'tib ketdi 10. oygacha, angacha shu Xi Jinping o'ngishvolamiki deb o'ylayman. Hozir biz Xitoyninki qiyin ahvolga tushib qolgan ichki masalani deb o'tdik. Tashqi masalasiga kelib qolsak, hozir men degandek bu Rossiya, Ukraina sababidan Amerika, Yevropa, Isroil, Xitoyni bir taraf qislayapti. Yani sen embargo yurgizyapmiz Rossiyaga, sen qo'shil yoki bir maydonni ochiq ifodalar degandek. Undan boshqa bu Pokistonda bir hokimiyat almashdi. Yani İmran Khan tushib ketdi. Uni o'rnatilgan hokimiyat albatta bu Taliban bilan bir munosabat o'rnatib qolib ketgan. Shunaqa Xitoy hukumati bilan yaxshi munosabat bor edi. Yangi hukumat kelsin kelmasin baribir keldigan hukumatni Pokistonda Xitoyga yaxshi munosabat o'rnatdi deb o'ylayman. Chunki davlat manfaatini ko'z tutganligida shunday qilib qoldi. Agar deyli yangi keldigan hukumat Taliban bilan İmran Khan qurib qo'ygan munosabat davomlashtirilmasa, albatta bu Xitoyninki bu yangi ipak yo'l strategiyasiniki iqtisodiy koridorga, Pokiston munosabat qismiga ig'ir ta'sir yetkazdi. Bu bir. İkincisi bu Janubiy Osiyo deymiz. U yerdagi manfaatlarga ta'sir ko'rsatdi. Dash mush manfaatini qo'llab qilish uchun Wang Yi izchil Hindistonni ziyorat qildi, Afg'onistonni ziyorat qildi. Demak, masala bir jiddiy degan gapda. Chunki urush bir tarafdan iqtisodiga ta'sir ko'rsatdi. Bu tarafdan masala paydo bo'ldi. Xitoyniki shunda qilishi yoki Wang Yining ziyorat chiqishi men deganda bir qator masalalarni hal qilishda qanchalik ish yaraydi sizce? Endi bu Afg'onistondagi faoliyatları ishga yaraydi deb o'ylayman. Chunki Afg'oniston Taliban hukumatininki birinchi qildigan ishi iqtisodni kuchlantirish, jonlantirish. Iqtisodni jonlantiramasa, Afg'onistonliklarni uni qabul qilolmaydigan holga keldi. Ya'ni u vaqtda texnik ta'sir. Endi bunda bir paytda g'arbliklar texi uni qabul qilmayotdi. Yolg'izlar Xitoy balki puli bo'lgandan keyin, mablag' bo'lgandan keyin mablag' silib uni tuzalaydi. Ular mashina ko'rdi. Bu Afg'onistonliklar mayli Taliban bo'lsin, mayli qaysi sohadagi, qaysi qatlamdagi Afg'onistonlik bo'lsin, bular hammasininki o'rtaq bir ko'z qarashi var. Ya'ni bütün imperiyalar bizga hujum qilgan, bizni ishg'ol qilgan, ammo yolg'izlar Xitoy degan cho'ng davlat bizni ishg'ol qilmagan deb ashuna bir ko'rdi. Shuningga her ikki taraf bir-biriga bir yaqinlashish bilan ular balki Xitoy balki Afg'onistonda ta'sirini yarata oladi. Mayli Afg'onistondagi
madenlerini kolga tushirish bo'lsin. Afg'onistonda Sharq Turkistonliklarni, ya'ni Dongtu degan Sharq Turkistonchilarni bu yerda yashatmasligi jihatdan va yoki ba'zi masalan ayollarga boshqacha siyosat ilib yurgan deyotdi Xitoy. Rayonga xatarlik zamonlarda deyotdi. Belki bu jihatdan Xitoy bir natija oladi deb o'ylayman. Ama Hindistan'da belki unda Afganistan'da ilip bağan faaliyetlerde ilip bağan netice tek olmaydı da oylayman. Aslında bir yerde Hindistan ziyaretinin mühim bir maksatı Amerika'nın yoki g'arbliklarning şu Hindistan'ni qo'llanib turib Xitoyga besim ishlatishning oldini olishadi. Çünkü Amerikalıklar olsun, Avrupalıklar olsun, Hindistan bir demokrasi devlet oluşka bizning yenimizde turup Xitoyga ve Rusya'ya karşı çıksın da oldu. Fakat Hindistan devletinin kurulgandan beri ilip bağan bir siyaset var. Yani onun bilema, bunun bilema ittifaktaş münasebet kurmaydı. Ve bunu bir devam kılıvadı, enennesi bu başka. Şununla Xitoyninki ansirashning hojati yo'qdi aslında. Ama Xitoy Hindiston bilan munosabatlari 2-3 yil avval chegarada bir urushlar bo'lib ketdi. Necha Xitoy o'ldi, necha Hindu askarlar o'ldi. O günden hozirgacha shu munosabatlar zerikdi. Shunday zirik munosabatda devam qilayotgan jarayonda man degan Hindistonmi onun bilan ittifaqdosh devlet munosabat qurmayman deyotgan holda Wang Yi'ninki Hindiston ziyarati cho'qim arqa planda muhim bir mesele. Yani bu muhim mesele hozir men degan Amerika'nın Hindistan'ni qo'llanib turib Xitoyga besim ishirtish yoki Japonya Hindiston strateji munosabati bor. Bu munosabatni kuchlantirib bir sharqda bir janubda Xitoyni sıkıştırış. Yoki şu Asya'da 4 devletninki bir nimasi var o minberi deb qo'yaylik. 4 devlet minberininki hareketi bilan Hindistonga bor buningda Xitoyga bir besim ishlatmasin deb oldini olish uchun borgan bir ziyorat deb o'ylayman. Xitoy agarda ansirgan bo'lsa, demak ki Hindistanning ichida, ya'ni hokimiyatning ichida şu g'arbliklar bilan bir hamkorlik qilishninki signalni bergan bo'lsa kerak. İşte bunda avaqi degan qiyin şartlarda yine Hindistan'ı ziyaret qilamiz. Ama Hindistan biz Amerika'nın Xitoyga qarshi Amerika'nınki sherigi bo'lmaymiz deb buni uchiq dedi. Wang Yi'ninki ziyaretinden kim dedi? Shuningga Wang Yi'ninki ziyareti, Hindistan ziyareti ya Xitoyga foydali yoki bir ziyonli bir natija chiqmadi deb o'ylayman. Ama Xitoy ansirayotdi bu keyingi taraqqiyotdan tufayli. Belki Xitoy şu Rusya, Hindiston ve Xitoy bularda 3 devletninki bir minberi var. Belki bunu yeniden bir yığın içip arasındaki münasebetini güçlendiriş için mi planlayotgan bo'lsa kerak. Bundan başka Wang Yi'ninki ziyareti bazen de mandar bir narsani ko'rsatdi. Yani Tashqi ishlar ministri bir yerini ziyaret qilsa, onun arkasida bunun devlet başlığı kelib ziyaret qilish mumkin. Ya Li Keqiang ya da Xi Jinping. Ama Xi Jinping'in kelishi biraz qiyin. Hozirgi paytda. Belki başka bizning bilmaydigan sebepler mi bo'lishi mumkin, yani bu Wang Yi'ninki Hindiston ziyareti. Bazı haberlerde bu Rusya Ukrayna urush nisbatan Hindiston bilan Xitoy amaliyotda yapadi. Yo'lmaq tavuz demadi, bir taraf Rusya tutadi endi. Wang Yi belki Hindiston şu Rusya Ukrayna urush nisbatan Xitoy o'xshash pozitsiya tutdi. Ve bu fursatdan foydalanib biz bir tahdiddash ekanligimizni bildirib qo'yish uchun Hindiston ziyorat qilaylik degandek bir niyatning borligini deyotdi. Belki bu niyatdan foydalanib balki g'arbga nisbatan
ma'lum bir ittifoq demaydi, o'rtaq ko'z qarash shakllanishi ehtimoli bormi yo'qmi sizce? Taqdirdosh tuyg'usini o'rtoqlashish uchun birişinden kimi ihtimali var. Benimki nezrimde biraz bek töven bu chetdeki. Çünkü Hindistan misalga Birleşken Devletler Teşkilatı Xavfsizlik Konseyi daimi a'zoligi necha müracaat qildi. Xitoy devamlı to'saqlik qildi. Misalga Hindistan Pokistonninki bir shaxsini terörist deb bunu ilan qilamiz xalqaro Birleşken Devletler Teşkilatı'nda bunu bir terörist deb ilan qilsin desa Xitoy başta onu to'saqlik qildi. Hindistan O'rta Osiyoda bo'lsin, Hind okeanida bo'lsin qilgan faoliyatlar hammasi Xitoy to'saqlik qildi. Xitoy to'saqlik qila olganisi. Misalga Hindistan'da en janub tarafda bir Sri Lanka deb bir orol davlati. Bu Hindistan uchun strategik jihatdan nihoyatda muhim bir davlat. Ama Xitoy necha yildan beri onu yeniga tortib, uni qaziga bo'g'ib, o'ziga beqindirib oldi. Misalga deyli, shu Bhutan degan bir davlat bor. Nepal degan bir davlat bor. Bular hamda Hindiston davlati bularni o'zininki tarixiy Hindistonninki to'proqlari deb ko'rdi. Ama Xitoy bugün ularga aralashib, ularni yeniga tortib oldi. Şununla bu Hindistan Xitoydan biraz narazı endi. O chegara meselesi zaten aşında. Şununla bu Xitoy bunda bir ahvolda Xitoy berib biz taqdirdosh degan vaqtida Hindiston hukumati onu taqdirdosh tuyg'usiga o'rtoqlashishi biraz qiyindek turdi. Şununla bu Wang Yi'nin aşına niyeti bo'lgan bo'lsa, onundan natija ilish biraz to'liq bir natija ilish biraz qiyin deyman. Hanım ahirgi programımız bunda bir so'llar aqlashtirsak, İmran Xon taxtdan tushib ketdi, hokimiyatdan tushib ketdi. Bunun o'rniga bir yangi hokimiyat kelish ehtimoli aniq. Yangi hokimiyat albatta Pokiston bilan Xitoyninki munosabatni texnik taraqqiy qildirishni o'ylaganligi bu texnik besh qo'lda qilganimizga. Ammo bu yerda albatta bir hukumat bilan İmran Xon hakim konkret bir siyosat yürütülen mümkün. Bu Taliban meselesinde yaxshi munosabat o'rnatdi deb bilmaydi İmran Xon. Yengildigan hukumat sizcha İmran Xon qurib qo'ygan bu siyosatni, bu Taliban bilan bo'lgan munosabatni davomlashtirish ehtimoli bormi yo'qmi? Agar davomlashtirilmasa albatta bu Xitoyning ziyni bo'ldi degan gaplarni. Pakistan hükümetinin beshiga kim kelsa hammasi Xitoy bilan yaqin munosabat quradi deb o'ylayman. Chunki bu Pakistanninki siyosatining orqasida bu harbiy var. Harbiyning ichida harbiy axborot tashkiloti bor. Aslında Pakistanninki siyosatini o'ngshashda, buzishda, kimni chiqarish, kimni tushiritish jihatda shu harbiy ve şu harbiy axborot tashkilotininki qabul qilishi veya rad qilishi bilan munosabatdir. İmran Xon başta şu harbiylar tarafdan bunu çıkardı. Hakimiyet bir süre geldi. Ama keyinki zamanda bu hükümet ile harbilerin arasındaki mürekkep bir münasebet var. Meclis ile harbinin arasında mürekkep bir münasebet var. Harbilerin ki şu mecliste olsun, hükümette olsun, özünün yakın adamları var. Bu yakın adamlar harbilerini kovdaydı. Ama başkaları tenkit kıldı. Şununla İmran Xon bunda ahvalda üç bulunlukların arasında sıkışıp kalın gibi. Yani bunu hal kılamagandan keyin, iqtisodni canlandıramagandan keyin bu bazı saylamda bergen va'daları var. Bularni amilleştiremegenden keyin harbiylarni bundan vazgeçti. Şununla bu İmran Xon Pakistan devletininki 5 yılını toldamagan baş ministrininki toldamayla vazifeden iptaşlıgan tunca bir baş ministri buldu. Bu mesela memleketninki kahramanıydı, nihayet popülist bir adamdı, avazını onay aldı ama onayımızı kılıp düştü. Şununla meyli kim kelsin, bular hemmisi Xitoy bilan munosabatni yaxshi qilishga tirishadi. Bu yolg'izlar Xitoyga iqtisod jihatdan harbiy hamkorlik jihatdan emas, eng cho'ng mesele
Muşu Hindistan bilan Keşmir. Muşu meseleler devam bo'lgan siri Pakistan Xitoyni tashlab qo'ymaydi. Xitoy mı Pakistanni Hindistan'a qarta ishlatishni tashlab qo'ymaydi. Bo'libmi shu Yeni İpek Yolu stratejisinde muhim bir vazidek ko'ryapti Pakistanni. Shuningga harbiylarni Xitoy bilan munosabatimi yaqin. Pakistan harbiy qanoti. Shuni bence bu minister kelib ketdi. Ola özgür turdu. Belki ismini to'la unutib qolamiz. Ama devlet cettin degan vaqtida Pakistan Xitoy yaqin munosabati devam qiladi. Ta ki abaqi degan tamponliklar buzilishi. Hindistonda bir cho'ng o'zgarish. Pakistan'da bir cho'ng o'zgarish. Endi cho'ng o'zgarish degan vaqtida har xil ehtimol davatini bu abaqi degan tamponliklar buzilishi mumkin. Bo'lmasa şu munosabat devam qiladi deb o'ylayman. Görürmenler biz bugünkü programımızda Xitoyning ichki va tashqi jihatdan yo'liqayotgan masalalar, qiyinchiliklar, besimlar oldida siyosatda qanday o'zgarishlar bo'lganligi, bo'libmi markaziy hukumatga qanday ta'sirini etkazganligi, shunaqa markaziy hukumatniki bu masalalar haqida qanday pozitsiya bildirish ehtimolligini muhokama qildik. Erkin, sizga ko'p rahmat. Men rahmat edim.